Hammaga assalom. Bugun do'stlar men sizlarga yangi akkaunt ochishni o'rgataman. Masalan, mana bu turbalman rivalsga 5 ta odam bor. Menga ne qilmaylar. Men yangi akkauntlarga kirmayman. Faqat bittagina, ikkitagina o'ynab turaman. Ularda lekin mana bu akkauntga ovoz berasizlar. Menga kirish uchun bitta akkaunt kerak. Xos. Bul. To'xtaladi. Mana kerak menga. Ha ana. Ko'rdinglar? Faqat men rivals o'ynayman. Degani nosni harom. Ana kirdim. Mana nihoyat. O'zim akkauntim yomon qotgani uchun 91 ball bo'ldi. Tabriklar. Ko'rdinglar? Meni akkauntim shu. Faqat shunga ovoz berasizlar. 9 bitta o 605. Voy. Men boshqa akkauntimni o'g'irlaylar. Lekin buni o'g'irlashga qo'ymayman do'stlar. Agar kanalimni bloklab tashlayman. Sizlarni ham bloklab tashlayman agar ana shu akkaunt topib ketsanglar. Ishoninglar, hammani bloklab tashlayman. Hammani. Ana akvarium ko'rolmaysizlar. Akvarium. Kim ichida? Yosh ko'rgan ana mechda yosh ko'rgan ularni ana blogerlarini ham ko'rolmaysizlar. Tushundinglarmi? Qaranglar lekin o'g'irlasanglar. Hamma narsani bloklab tashlayman. Dinabator. Akkauntim o'chib ketdi nima? Ana. Bunga kirmayman. Mana unga kira qolaylik-chi. Mana shuni o'g'irlasanglar mayli. Bana nihoyat. Bu akkauntlarni qo'ymagan deb. Mana nihoyat ketdim. Men aptim ko'rsatmayman lekin. Bravo. Xos. Bitta telefonni o'rgatdim sizlarga. Mana shu akkaunt qo'yaman dalbay.
Dalin. Jump. Sıkıştı. Khas. 9. To'xta. 9. IO 605. Давай. Anishmamma. O'zim qo'shdim. Hozir inni o'zimga kirishim kerak. Ketdik. O'zim akkauntimga. Mana o'yna. Mana 9. IO 605. Xudo. Mana voy. Ana keldi. Ana keldi. Ketdik. Mana o'yinga ketdik demoqchi edim. Ana bu ichida. Ha. Xudo, mana bu ichida. Dunyodagi boy odamlarning 74% biznesmenlar, 12% investorlar, 8% sport. Ana kirdi. Ana bo'lmasa mana. Shunday ekan, oylik maosh uchun ishlab turib boyib ketishni orzu qilish bu ahmoqlik. Sen shunchaki boshqa bir tadbirkorni biznesi uchun instrumentsan xolos. Nima mana o'qirmagan? Shunday ekan, o'zingni birinchi biznesingni yo'lga qo'y. Shunchaki boshla. Ketdik. Reja qilishdan foyda yo'q. Ketdik demoqchi edim. Qotadi meniki. Telefon bo'lsa qotadi, kompyuter bo'lsa yaxshi. O'rinda. Mana kel. Qal. O'zim bilan o'zim o'ynayman. Qanimi? Ketdik. Kirma. O'zim men kirdimmi? Nima kirmagan? To'rga o'rganib qolman 5. Qanday? Aman. Xon. Pul. O'zim mana shunday qilib saqlantirib qo'yaman.
Innani hozir kirni tozalaylik. Bo'l. Ketdik ana o'zim akkauntimga. Mana bu akkauntgami? O'zim akkauntimga ketdim. Dedik. Va nihoyat seni ko'rdim o'zim akkauntim. Naqadar chiroyli qush, o'tog'im ham chiroyli. Qush ko'rasanmi naxuy? Qalaysiz? Jan, Yaxshi, buni eshitganimdan rahmat, so'raganingiz uchun men ham bilyapman. Dada, sizga bitta yordam berib yuboring. 7 bo'ladi, bilasizmi? Oila. Yo'q dada, oilada o'lganmaydi. hayır hammaga faqat bittanasiga ana o'qiganman, ana o'rgatganman